Savolim hayotiy, oddiy. Hozir ko'p yoshlarimiz sintetik narkotikka berilib ketyapti. Nima sababdan deb o'ylaysiz? Ota-onani mehri yetmayaptimi yo nazoratimi? Nima deb o'ylaysiz? Ikkalasi ham. Ota-ona pul topaman deb bolaga eveti bor. Ishlaydi-da, ketadi. Bo'ldi, bola o'sha maktabga o'qishiga boradi. O'sha shug'ullanadi deb o'ylaydi. Uyda shug'ullanish kerak ota-ona. Anaqa joyi bolalarni ota-onaga nisbatan mehri Yo'q, kamayib ketyapti. to'ppa-to'g'ri. Sababi o'sha aytyapman, mana bu tashqi Telefon. muhit, telefon Telefon. hammasi juda katta ta'sir ko'rsatyapti. Telefon. Bolalar o'zidan o'zi siz xohlamagan darajada ota-ona uchun mehri pasayyapti. Ota-onaning mehri hech qachon pasaymaydi bolasiga nisbatan. Nechiga chiqsa ham. Lekin bolalarning mehri naborot pasayib ketyapti ota-onaga nisbatan. Hatto o'sha 7 yasharmi, 40 yasharmi o'sha bolalarda katta mana masalan hayotiy anaqaga ega bo'lganlar ham ota-onasiga nisbatan mehri kamayyapti. Bu degani ota-onasi yomon ko'radi degani emas. Bolalar naborot ota-onani anaqasidan izmidan chiqib ketishga harakat qilyapti. Biz ilgari quloq solardik. Ota-onamiz yaxshi gapi ham, yomon gapiga ham. Lekin hozirgi bolalar yaxshi gapirsangiz ham o'shani nima deydi analiz qilib noto'g'ri tushunishyapti. Bu hayot qiyinchiliklar mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi tushuntirsangiz, ular o'sha narsani naborot tushunishyapti. Sizlar bizani o'sha zamonga tenglashtir yo'q, zamonga tenglashtirilmaydi. Lekin o'sha bolalarning fikrini o'zi qattandir olishyapti bu fikrni. Ota-ona hech qachon bolasiga yomon fikr bermaydi. Naborot bolalar o'zi qattandir shunaqa bir-biridan olyaptimi bu narsani yoki bo'lmasam eng katta muhit men aytib o'ylayman kitob o'qimaganidan. Kitob o'qimaydi. Kitob o'qimaydi. Bizning davrimizda biz qo'limizdan kitob tashlamasdik. Hozirgi bolalar umuman kitob o'qimaydi. Tashqi muhit juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Siz uyda harakat qilasiz o'sha bolaga yaxshi tarbiya berishga, lekin tashqi muhit o'sha bolalarni buzyapti. Men shunaqa deb o'ylayman. Juda katta bu narsa telefon yoki bo'lmasam shu ko'chalarda yurib bir-biri bilan gaplashishi, suhbat qilishi bularni o'sha kitob o'qimagancha ongi tor. Dunyoni yaxshi tushunishmayapti. Bu degani juda ham katta nimalikda endi bu tushuntirib bo'lmaydigan anaqa. Aytmoqchisizki, hozirgi yosh avlodga ota-ona emas, telefon ko'p nasihat beryapti. Telefon, mana shu internet, hammasi shu narsani shunaqa yomon ta'siri bo'lyapti bolalarga. To'g'ri, qanaqadir ilmiy jihatdan o'qigan bolalar ham bor, hammasi yomon emas. Lekin ko'prog'i shu anaqaga berilib ketishyapti-da, shu narsaga. Shu ota-onaning mehri hech qachon bolasiga ming yomon ota-ona bo'lsa ham mehri kamaymaydi bolasiga. Ming yomon ota-ona ham bolam yaxshi odam bo'lsin deydi. Lekin bolalarga o'sha tashqi muhitmi yoki mana shu anaqalarmi hozirgi o'sib kelayotgan texnikami nimadir ta'sir ko'rsatyapti. Bolalar o'sha anaqadan nimadan chiqolmayapti, davradan chiqolmayapti. Yaxshi narsani bersa O'sha davra ularga qiziqroq bo'lyapti. Qiziqroq, haqiqatan ota-onani nasihati, ota-onani gapi ularga nisbatan qanaqadir qoloq narsani o'ylashyapti-da. Ular qoloq, bularning fikri kam deydi, lekin unaqa bo'lmaydi. Ota-ona o'zini fikrini tushuntirgan bilan u bolalar o'shani boshqacha tushunishyapti-da. Yaxshi tushunishga boradiganlari ham bor. Masalan, o'sha yaxshi qabul qiladiganlar ham, lekin ko'prog'i menimcha o'sha atrof muhitdan anaqasidan ko'p ta'sir olishyapti.